Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 28-dekabr haftani yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatamiz. Bular nech pul ekan aka? 110 ming so'm ekan mana. 110 ming bersa olib ketaveradimi shu turishini? Bu nima o'zi bu? 2 kishilik pastel ekan. Plastina padadiyani nalichka bor ekan ichida. Mana shu rasmidagi rangdaqangi shunaqa chiqadi. Boshqacha rasvetkalari ham bor ekan. Bir kishiliklari nech pul bo'lyapti? Bir kishiliklari 75 ming so'm bo'lyapti ekan. Shumi? Rasvetkasi-ku 100 puldan oshiq, bozorga hammasini olib chiqolmaymiz. Xo'p, endi u tomondagi narsalar nima edi? Shu muammo. Jatka? Bular nech pul? Bular 115 ming. Bular 115 ming so'mdan ekan. 2 kishilikmi? 2 kishiliklar. Mana shular hammasi jatka bular. Ha. Bilganlar biladi o'zi. Bilmaganlar o'zi biladi. Bularni xullas yangilik, mana ularni ham kelgan. Termoslar kelgan. Bular sampullar kelgan. O muammoqlaringiz nech puldan? 75. Mana muammoqlar Bular 75 ming. 75 ming so'm bir kishiligimi yo 2 kishilikmi? Bir kishiligi 75 ming so'm, 2 kishiligi 110 ming so'm aka. Mana kattaligi. Ha, bu bir kishilik. Mana kattaligi. Bu bir kishilik. Ko'ryapsizlar mana kattaligini. Bir kishilik ekan bunisi. Dasturxonlaringiz nech pul bo'lyapti? 15 mingdan boshlanadi. Dasturxonlar 15 mingdan boshlanar ekan. Nech pulgacha? Qancha? Mana ular bor, mana o'rtasi turlilar. 15 ming so'mdan boshlanar ekan dasturxon. Eng qimmati nech pul? Qimmatlari 3,5 metrlik, o'sha katta zallarga tushiradi. Narxi nech pul? 105 ming so'm. 105 ming so'm ekan. 3,5 metrlik O'rtasi turli. o'rtasi to'rli bo'lar ekan. Mana bu narsa nima edi bu? Bular ham shu muammo. Muammoq ekan, yangita ko'rsatganimizdan. Hali bular ko'rsatdik-ku, o'sha narsadan ekan. Bular nech pul? Yo, ochmay qo'yavering. Bulari 110 ming so'm. 110 ming so'm ekan 2 kishiligi. Mana nalichkalari bor ekan. Mana. Nech pul deyapsiz shuni endi? 110 ming so'm ekan shu. Nalichkasi bilan. Babur bo'lsa 255 ming. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 99 99lik 070 78 78 ga aloqaga chiqinglar. Mana shu mahsulot kerak bo'lsa. Shu pastel, dasturxon, momiq shunaqa narsalar kerak bo'lsa. Bozor manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalabda 7 da boshlanib, kunduz 11 gacha bo'ladi.